Rasuljon mana o'zimiz ichki imkoniyatlardan kelib chiqqan holda qilinadigan ishlarni shunga harakat qilib, davlat pul bersin deb emas, o'zimiz ham harakat qilib, ko'rdingiz, ikkita hojatxonani qildik. Mana hozir mana stoyankani qilib, mana yo'llar ham mana ochiq, mana bemalol qanaqa mashina kirib chiqaveradi, mana tartibli holda turibdi. Bitta nogiron bolani ishga oldik. Uni ham ish bilan ta'minladik. Hammasi yaxshi. Ha, mana ichkariga ham orqa tomonga ham o'tkazib, mayli ko'paysa mashina hammasini qilib, yaxshi. Hammasi yaxshi. Mana shu bolani ishga olib, xudo xolasa, ancha tartibli solib qo'ydi. Bayramlar qutlug' bo'lsin. Qanday tabriklayman endi? Bayramlar qutlug' bo'lsin endi. Bayramlar. Sog' bo'ling, rosa xursand bo'ldik. Gap yo'q. Bayramingiz bilan. Bayramingiz bilan. Akram aka, rahmat. Ko'p bugun sizga rahmat aytishga to'g'ri kelyapti. Nima deydi? Faoliyatinglar maqtashga arzigulik. Demak, sizlarni qancha biz maqtasak, demak maqtashga arzigulik bo'lsa, xalqimizga yaxshi xizmat qilayotganinglardan dalolat. Ko'z tegmasin. Ishinglarga rivoj. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling.